Bu bagemalarni ko'rib hamma qarindoshlaringiz va gapdoshlaringiz vau devoradi. Hozir men sizga bitta emas, naqd 3 ta yangi modeldagi bagemalarni ko'rsatib beraman. Ishonaveringlar, sizdan boshqa bu bagemalar hech kimda bo'lmaydi. Birinchi variantni hozir videoda ko'rib turibsizlar, shunaqa chiroyli qilib ishlangan bo'ladi va hamma naborlarning ichida 12 ta bagema bo'ladi. Ikkitasi meva uchun, ikkitasi konfetnica va saksaz chaqchuq uchun. Xohlasangiz alohida shunaqa chiroyli aksessuarlarni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Buning ichida vaza, 2 etajli konfetnica, katta peshonitsa va kichkina peshonitsalar bor. Stolingiz ustida qanaqa ko'rinib turishini hozir sizlarga ko'rsataman. Juda ham chiroyli, to'g'rimi?